Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kunlar ham sovib ketdi. Gilamlarsa aksiya bo'lib ketdi. Umraga ham hozir issiqsiz davlatlarga ham do'stlar ozgina qoldi. Albatta bilsalaring do'stlar, sayohatga, umraga ozgina qoldi. Bitta like bosib qo'yamiz. Yangi qurilgan masjidning ro'parasida Grand Plaza bor do'stlar. O'sha Grand Plazaning podvolida do'stlar sizlar uchun gilamlar bor. Lekin Grand Plaza 3-etaj do'stlar arendaga berilib turibdi. Bemalol kelsalang bo'ladi. 500 kvadratli joy, kvadrati narxi do'stlar, adashmasam $4.06 shunday edi do'stlar. Kelasizlar, gaplashasizlar. Grand Plaza 3-etajda do'stlar, bizneslaring uchun joy bor. Va do'stlar, yangi qurilgan masjidning ro'parasida Grand Plaza. Yangi qurilgan, yana tepa mos qilib qo'yilgan. Bemalol ko'rasiz, mana bandangizni adashib ketmanglar, mana qaranglar. Grand Plaza mebellar bazasi deb yozilgan. Mana Grand Plaza. Kelaverasizlar. Xudo xolasa biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, 3-etaj do'stlar, yaxshi narxda gaplashib beraman. Bemalol o'taverasizlar. Qani, oldinga tushib olamiz. Bugungi sanamiz seshanba kuni bilaman. Qaysi sana bugun? 5-noyabr kelib qo'ydim. Vaqt ham tez o'tib ketmoqda. Like bosib qo'yamiz. Yangi uy olganlar tabriklab qo'yamiz. To'y qilmoqchi bo'lganlar, uyim joyim deydiganlar uchun mana gilamlarni skidka narxda ko'rsatib o'tamiz. O'sha biz 4-noyabr 4-noyabr, ha? Yozib ko'rsatamiz. Bir kun oldinga sakrab qo'yasiz bizda. Qani, assalomu alaykum. Kunlar sovib ketdi. Elbek aka. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar? Nima yangiliklar qilamiz, qani? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Toshkent bozori, Xurshid Avzor, TikTok, Instagram hisobidagi qaddi baland qadrdon opa-singillar ukalar. Assalomu alaykum avvalambor. Hammanglarning uyda to'y bo'lsin, to'ylarda biz hamisha xizmatda bo'laylik. Allohim Alloh umringizga, kasbkoringizga, rizqingizga, xonadoningizga baraka bersin. Xullas, aziz obunachilar, mana aksiya ichida aksiya e'lon qilamiz. 5-noyabrdan 12-noyabrgacha mana chorshanba, erta chorshanbadan chorshambagacha aksiya ichida aksiya e'lon qilamiz. Bu aksiya ichida aksiyamizda bir hafta mobaynida 1 milliondan oshiq xarid qilgan obuna xaridorlarda telefon raqami olib qolinadi. Ikkita telefon raqami olib qolinadi. Bittasi mana 12-noyabr kuni mana shu komplekt, ikkita pilisos va ikkita kirush mashina o'ynaladi. Har doim bitta qo'yatdik. Bu gal mana 5 ta narsa qo'yamiz sizlarni xursand qilish uchun. 12-noyabr kuni bitta telefon raqamini o'ynasa, bittasi yangi yilda o'ynaladi. Umraga, Dubayga, Qatarga va Malayziyaga 30 ta betovoy texnika o'ynaladi. Shoshilinglar. Faqat sizlar uchun bo'lsin deb harakat qilamiz, qo'limizdan kelgancha. Xullas, obunachilar ana oxirida taqab kelyapsizlar va bu ayrim qo'yilgan narsalar tugab qoldi. Shuning uchun video chiqqandan ertasi kuni shoshilinglar, o'sha 4 kun 5-da qilasizlar. Qani? Bu yerda bir xil narsa qo'yilmayapti, har xil narsa qo'yilyapti. Imенно bitta narsani kelib so'rab, biz odamni noqulaylik solib qo'yapti-da. Sizlardan iltimos, mana videoga e'tibor bersanglar, video chiqishi bilan ertasi kuni harakat qilsanglar, o'zingizlarga yaxshi. 1 million oshsa bo'ldi-da. 1 milliondan oshiq xarid qiladi, ikkita telefon raqami qoldiriladi. Bittasi mana shu 5 ta narsa o'ynaladi, shundan bittasi kimgadir nasib qiladi. Kimga chiqsa ham omadini bersin, biz hamisha yutgan odamdan xursandmiz. Ko'rsatamizmi? Narxni o'g'li bilan tanishtiramiz, narxni bomba xudo xohlasa. Do'stlar, chegirmani kutib olinglar. Bitta like bosamiz. Aziz obunachilar, mana zo'r narxda olamiz, qani? 2-3 gilamlarimiz tegi serob. Endi ayrim razmerlarda soni chegaralangan. Xo'p, shoshilinglar, mana ertadan boshlandi, xudo xohlasa. 2-3 gilamlarimiz mana 270 ming so'mdan turishi. 270 ming kvadrat metr emas, mana shu turishi 270 ming so'm. Mana ko'rishlaring mumkin do'stlar. Bu gilam palas emas bu. Och. Xo'p, 2,5 ga 3,5larimiz mana 500 ming so'mdan turishi. 500 ming so'm. Mana shu turishi 500 ming tayyor gilam. To'qimali gilam. 2,5 ga 4larimiz mana 550 ming so'mdan. Barakasini. Mana shu turishi 550 ming so'mdan. Och. Xo'p, 2,5 ga 5larimiz 750 ming so'mdan. Mana turishi bu Samarqand gilamlari. O'tgan gal qo'yganimiz Navoiynikilar edi. Mana Samarqandlar 2,5 ga 5larimiz 750 ming so'mdan. Xo'p, 3 ga 4larimiz mana turishi 700 ming so'm. Mana turishi 700 ming so'm.
Barakasini bersin. Bitta like bosib qo'yamiz do'stlar. Mana. Mana shu turishi 700 ming so'm. Och. 3 ga 5larimiz mana. 800 ming so'm mana. Turishi 800 ming so'm. Bir hafta mobaynida 5-noyabrdan 12-noyabrgacha. Mana shu turishi 800 ming so'm. Bundan kelib o'tib beringlar demanglar. O'zi 1 million 100 sotilgan gela mana shular. Oxirgi narxi do'stlar. Taqalgan narxi mana shu 800 ming so'mdan. Guliga e'tibor bering, chiroyli gullar do'stlar. Och. Tanlab olaverasizlar. Xullas, endi qalin gilamlarga o'tamiz mana. O't naryoqda. Mana. Qalin so'raganlarim. Qalin mana shokildalik gilamlar 3 ga 4larimiz. Och. Turishi mana 900 ming so'mdan. Mana turishi 900 ming so'mdan. Mana gullarga e'tibor beringlar do'stlar. Mana shu turish 900 ming so'mdan. Xo'p, undan ham anaqa qalinroq poliester gilamlar mana 3 ga 4larimiz. 1,5 million so'mdan. Mana shular. To'lanadi 1,5 million so'm. Xo'p, keyin mana bu. To'lanadi. 3 ga 5imiz mana. Mana shu 3 ga 5imiz ham 1,5 million so'm. Keyin mana 3 ga 4 ni ochgin. Qani? Mana 3 ga 4 asel gilamimiz mana. Mana turishi 3 million so'm skitkada mana turishi 3 million so'm. Mana shular ancha qalin. 4,5-5 million sotilgan gilamlar. Xo'p, mana 3 ga 5 qalin gilamlarimiz yana. Mana shular 6 million 5,5 million sotilgan gilamlar ham 3 million so'mdan 3 ga 5larimiz. Och. Mana turi ko'p. Och. Och mana. Ochaver mana. Do'stlar, 3 milliondan kelib xarid qilasizlar mana shu gilamlarni. Mana. Mana. Qalinligiga bir e'tibor beringlar, qalin gilam. Bularni ham tegishliroq, xudo xolasa. Mana. Bunaqa narx uncha joydan topa olmaysizlar mana. 3 million so'mdan mana shu 3 ga 5lar. Qalin, o'ta qalin gilamlar. Barakasini bersin. Keyin prosmotorimiz 100 mingdan oshsa mana shu och 100 mingdan oshsa mana shu 3,5 ga 4 gilam shu obunachilar ichidan tanlab olib bittasiga bonus tekinga sovg'a qilamiz. Uning uchun nima qilish kerak? Maksimal like bosamiz do'stlar. Kommentariyaga o'z izohlarini qoldiringlar do'stlar. Harakat qilamiz. Kimga bo'lsa nasib etsin, yaxshi qo'llarga, yaxshi xonadonga do'stlar. Mana shu gilam nasib qilsin xudo xolasa. Adresni tushuntirdi. Tushunmaganlar uchun videoni tagiga soобщение yozmanglar, iltimos. Undan ko'ra telefon qilinglar, adres tushuntiradi, lokatsiya tashlab beradi Telegramdan. Sizlarga osonroq shu. Ko'plar misol uchun mana hozir telefon raqam qo'ygan bolalar e'tiborsizlik qilib o'qimaydi, sizlardan anaqa SMS-larda anaqilarlar, soобщениyalarda. Shuning uchun u uchun xafa bo'lish kerak emas. U yerda shuncha soобщение o'qib chiqish o'zi emas. Ko'plar yozganni, kommentariy yozganda. Xullas, adres oson tushuntirish uchun telefon qilasizlar, qo'yilgan raqam. Videoning tagiga telefon ikkita raqam qo'yamiz. Kurgli sutga bezovta qilinglar. Ko'tarmasam men nomerimni aytaman. 77lik 152 0222 telefon qiling. Men shu nomer ko'tarmading, men o'zim gaplashib qo'yaman shu bola bilan. Shu do'stlar, bitta like bosib qo'yamiz. Yaxshi narxda Grand Plaza podvaldan gilamlar olamiz. Charchamanglar. Sog' bo'linglar do'stlar. Ko'rishguncha.